Assalomu alaykum aziz agro do'koni kuzatuvchilari, hurmatli obunachilar, dehqon akalar. Mana bugun 2026-yil 16-aprel kuni Ishxon tomonidan kelgan akamizga original berkali gibridlarimizning 95%idan berdik. Akamiz 5-6 yildan beri biz bilan ishlashadi. Toklarni kasalligiga keyin yangi kelgan preparatimiz Azil 45%idan berdik. Ushbu preparat toklarda uchraydigan 5 xil kasallikka juda samarali yordam beradi. Akajon, Ishxonni qayerdansiz? Ishxonda Oxun Boboyev. Ismingiz nima edi? Sox. Aka, do'kon haqida ozroq fikrlaringizni bildirsangiz. 5-6 yildan beri ishlaymiz. Gibridlar har doim sotib, shu dehqonchilikda nima masala bo'lsa, shunga kelganmiz, baraka topganmiz. Shu olgan mahsulotlarimizni. Shu gibridlardan har yil ishlatamiz. Effekt yaxshi. Dehqonlarga tavsiya berasizmi? Dehqonlarga tavsiya beraman. Chunki ishonchli asal sifatiga garant. Hurmatli dehqon akalar, yana bir narsaga e'tibor beringizlar. Hozir bozorlarimizda gibridlar turi juda ko'payib ketgan. Original berkali gibrid olishga har doim harakat qilingizlar.